oyoq zarbasi, ya'ni oyoqda to'g'ridan qoringa zarba berishni o'rganamiz. Qo'limdan kelgancha ko'rsataman, qo'limdan kelgancha o'rgataman. Videolarim kimgadir manfaatli bo'lsa, men bundan xursand bo'laman. Avvalambor oyoqlarni qizdirib olamiz. O'zimizga yaxshilab tortib, tizzalarini baland ko'tarib, oyoq zarbasini berishda avvalo oyoqlarni yaxshilab qizdirish kerak. Stoykada turgan holatda oyoqni oldiga ko'taramiz va oldiga cho'zamiz. Cho'zgan paytda mana panja ichkariga bukilib tepilishi kerak. Shunda to'g'ri zarba bo'ladi. Ko'taramiz, tepamiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tepamiz, tushiramiz. Bu holda ko'taramiz, tepamiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tepamiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tepamiz, tushiramiz. Qo'lda qanaqa yelkani qo'shib zarba beradigan bo'lsak, mana misol uchun qo'lda yelkani qo'shib zarba beryapmizmi? Oyoqda ham xuddi shunaqa bel sohasi qo'shilishi kerak. Zarba berayotganda qo'shib tepamiz. Bu holatda qo'shib tepiladi. Shunda udar ham kuchli bo'ladi, ham oyoq zarbasi to'g'ri bajariladi. Bu holatda bajariladi. Kimgadir manfaatli video bo'lgan bo'lsa, men bundan xursandman. Meni kuzatishda davom etinglar. Yana boshqa zarbalarni ham o'rgatishga harakat qilaman. Sog' bo'ling.